Tilimiz milliy ma'naviyatimizning bitmas tuganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir. 21-oktyabr sanasi yurtimizda o'zbek tili bayrami kuni deb belgilandi. Samo uzra sochib lavhu xattotin, hikmatlar kitobin etganda tamom, bir so'zla jam qildi ajdodlar yodin, qutadg'u bilikka xos hoji bobom. O'ylaganmi tarix 1000 yillar nari, ko'rayin deb dunyo o'zbeklarini sohibqiron tutgan tog' bilan g'olib, tuzganida Temur tuzuklarini. Hatto do'ppisining chetida bir she'r, kashtali ko'ylagin yoqasi g'azab, jannat eshigini ochguvchi bir sir, o balki o'zbeki kalomdir azal.